Men ba'zi bir toifa odamlarni yomon ko'raman. Buyuk ehtimolli umrimning oxirigacha ularni hech qachon yaxshi ko'rmasam ham kerak, fikrim ham o'zgarmasa kerak. Sizlar meni fikrimga qo'shilishga majbur emansizlar. Должна emansizlar. Ikkalasi bitta narsa qilmaysiz. Birinchi toifa odamlar. Juda ham sekin gapiradigan odamlarni juda ham yomon ko'raman, даже bug'ib o'ldirgim keladi. Голосовой tashlasa mayli, uni katta 2x qilib, 10x qilib eshitsangiz bo'ladi, lekin hayotdachi, biling. Hayotdachi men uni tez-tez qanaqa qilib o'tkazaman. Bitta gapni aytib beryapti-da 3 soat. Manaqa nimadir 3 soat cho'zilib gapiradigan odamlarni juda ham yomon ko'raman. Ikkinchidan, chaqirmasdan mehmonga boradigan odamlarni bug'ib o'ldirgim keladi. Yana tag'in, "Voy, menga stolga hishma qo'ymadi, ovqat qilma." Balki ovqatim yo'qdir, biling. Balki uyimda mayda chuydam yo'qdir. Aytmasdan nima kelasan sen? Balki uxlab yotgandirman, mazam yo'qdir balki. Uyim ne o'birinde bo'lishi mumkin. Aytib kel, och keldingmi, och ketasan, nafik. Bu sanga nima? Voy, olasini bilsin. U ham mayli, 3-chisini aytaydi. Yosh bolasiga anaqa o'yinchoq qilib hayvonni olib beradigan odamlarni juda ham yomon ko'raman. Xo'ja mushuk bo'lsin, xo'ja it bo'lsin, jo'ja bo'lsin, qush bo'lsin, nimaki bo'lsa ham. Hayvonni tili yo'q, gapira olmaydi degan u seni cho'qinib bolangga o'yinchoq degani emas. Ya tam ladna-da, normalniy bola bo'lsa agar, prosta tam silab, o'pib yaxshi ko'rsa, "Voy, ibanuti bola-ku" deysizlar, u bola-ku deganlaring shaytondan battar. Mana shunday bug'ib, kutini tegiga qo'yib, abjag'ini chiqaradigan bolalar bor-da, onasini bilsin. Cho'qinib bolangga nima hayvonni o'yinchoq qilib berasan? O'yinchoq qilib berana. Hayvon senga nima? Mushiklarni quloqini kesib tashlashibdi qarasam agar. Itlarni dumidan mana shuni tortishyapti. Olib berma bolangga hayvon, olib berma. Normalniy, mana shunaqa odamlarni hech qachon yaxshi ko'rmayman. Fikrim o'lganimcha o'zgarmaydi. Pashovon bo'lib ketsin.